Aytiladi, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning so'zlari shariat. U zotning fe'llari tariqat, holatlari haqiqat. Yangi so'zlar. Tariqat va haqiqat. Nima bilamiz bu haqida? Rasulullohning so'zlari shariat. Nimani buyurgan bo'lsa, u narsa shariat. Nimadan qaytargan bo'lsa, u ham shariat. Nimani taqrir qilgan bo'lsalar, u ham shariat. Nimani ustida sukut qilgan bo'lsa, bu ham shariat. Masalan, ana shu g'azotlarning birida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldida kalta kesadi pishirishdi. Kalta kesa echkemar deymiz. Shuni pishirishdi. Rasulullohga uzatishganida qo'l uzatib turib, "Nima bu?" dedilar. Amanaqa echkemar deganida qo'lini tortib oldilar. Shunda Xolid ibn Valid, "Aharamun huwa ya Rasululloh?" Harommi deganida, "Yo'q, bizda bu narsa yeyilmaydi" dedilar. Endi bu degani yevoringlar degani, mana shu ham shariat bo'ladi. Rasululloh indamagan bo'lsa, qilsa bo'laveradi degani. Shariatda qaysi narsa man qilinmagan bo'lsa, shu muboh degani. Tushuntira oladimmi? Shariatda mana bu narsa yo'q edi shariatda. Masalan, svetofor yo'q edi. Svetofor yo'q edi, samolyot yo'q edi, telefon yo'q edi. Paydo bo'ldi. Bu muboh deyiladi. Modomiki bu narsani haromligi dalillar bilan isbotlanmagunicha.